Ajrashdingmi? Men ham ajrashganman. Bizni qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Biz loylarga qorilgan insonlardagimiz. Shunday yashashda davom etaveramiz. Ajrashdingmi? Kuchli ayol bo'lishni xohlaysanmi? O'qib, o'rganasan, bilim olasan. O'zingni qo'lga ol, irodali bo'lishga majbursan. Bu hayot tugat degani emas. Kuchli ayol bo'lishning siri doim hammani oldida o'zingni kuchli his qilasan. Kuchli ko'rsatasan, lekin oynani yopganingda yum-yum yig'laysan. Farzandlaringga to'liq hayot berasan, lekin baribir yolg'izligingcha doim qolasan. Hayotingda endi sen hech kimni seva olmaysan. Kuchli ayollarning kuchli yelkasi bo'lmaydi. Sen bunga tayyormisan? Ajrashdingmi? Senga oson yashashni o'rgataymi? O'zingdan boshqa hech kimni o'ylamaysan. Bugun bittasini sevasan. O'xshamasa, ertaga yana boshqasini sevasan. Uyim o'xshamasa, yana boshqasini sevasan. Har kuni har xillar bilan yurishing mumkin. Bu zulmatdagi hayotingni unutasan. Qo'lingda jaraq pul bo'ladi. Agar bu yerda biznesing qasot bo'lsa, chetga chiqib kelasan. Masalan, Dubayga. Xo'sh, xohlaysanmi? Lekin bir notarafi bor. Topgan pulingni barakasi bo'lmaydi. Farzandlaring esa isnodda qoladi xolos. Nima qilibdi? Ular o'z yo'liga, o'zligi o'zi katta bo'lib olishadi. Bizni kasb hozir jannat. Qiyomat desa. Do'sa, xo'sh. Qaysi birini tanlaysan?